Selamünaleyküm qarindoshlar. Python'dan asas 5-ci qism dərsimizə xoş gəlibsiz. Biz bu qismdən başlap rəsmi məşə sallıq məlumat tipi, yəni Python'ninki data type, İngilizcə data type deydi. Uyğurca sallıq məlumat tipi toğrusunda toxtalımız. Əmdə bu sallıq məlumat tipini mən bir qancha qism video bölüb sözləyəm. Əmdə sallıq məlumat tipi nimə degəndə, məsələn, san, hərf, ondan keyin aldınqı qismlarda so'zlagan boolean degandek bir qator shu tipini biz kirgizgan yoki ishlatmoqchi bo'lgan sonliq ma'lumotning tipini qanda Python'dakini o'rganib o'tamiz. Endi Python boshqa programmalarga qaraganda sonliq ma'lumot tipi qarta cheklama intayin oz. Unda men yangi bir bet quray, yangi bir Python bununla data type 1 py yangidan quray. Sonliq ma'lumot tipi. Birinchi qitimliq bu 5-chi qismliq bu, ya'ni 5-chi qismliq bu videoda biz 3 xil sonliq ma'lumot tipi o'rganamiz. Int, string ve float. Yani bu İngilizce gaplar. Int degan butun son, integer yani. Ne qisqartılması. String degan söz yoki cümle, yani text deb tushunsa anlam bo'ldi. Hamda float degan kasr son. Degan 3 sonliq ma'lumot tipi haqida to'xtalamiz. Birinchi masalan son, birinchi son mesela A day, A 7, B 7 bo'lsin. C endi kesir sonni qanda 7,77 deydi. Endi A bilan B'ning qanday farqi bor? Masalan, print qilaylik, besib chiqaraylik. A ga A ni qo'shib beraylik. B ga B ni qo'shib bersam, C ga C ni qo'shib bersam. Unda nima chiqadi? Faraz qilib qo'yinglar. Yurgizsam, besib chiqarsak 7-chi qo'rq qarsanglar, A ga ni qo'shsa 14, 8-chi qo'r, B ga B ni qo'shsak 77, 9-chi qo'r, C ga C ni qo'shsak qanda 15,154. Endi nima ish qilib buni B ga B ni qo'shsak 77 bo'ldi deganda, odatda bu tahrirlagich yoki kompyuter bizga o'xshash uni sonkin deb tonimaydi. Uni toniyamaydi. Faqat mushning programmalangan naql belgisi, qo'sh naql yoki taq naql bo'lsin. Mush naql belgisining ichida buni bu string, bu bir text deb o'ylaydi, toniydi. Son kirgizsakmi bu text deb o'ylaydi. Agar bu naql belgisining amma bevoslam yozsaqchi, mayli butun son bo'lsin, mayli parcha son yoki kasr son bo'lsin, buni son ekan deb toniydi. Shunga ma B ning yig'indisini 77 2 nimada alam yig'ini birga qo'yib qo'ygandek toniydi. Şu Python'ni biz o'rganish bir qadar oson deb qaraymiz. Masalan, agar mani boshqa bir til, boshqa program tili o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsak, qanday bo'ldi? Mani int sonliq ma'lumot tipini aniq demasak, small string Python'da ham bu stringni str deb oladi. Mani float deb ondan keyin keyinga semikolon manda qo'yimsak,
Başqa qıl tanımaydı. Şoň ýeňi öýrengençler bir xil qaýmykyp qaldy başga program tilde. Pythonda onda iş ýok. Şoňa birincisi int bütün sanny ýazsak boldy. İkincisiga mega qanda qoş tırnak ýa-ki manemde naql many taq naql asanmy bulawerdi. Emde meslen biz ma'lum bir qymmatning sonliq ma'lumot tipini bilmasak, onu qanday tapmaymiz desanglar. İkinci olap öğrenmekçi olan fonksiya type. Bu type fonksiyasidan foydalanıp biz ma'lum bir sonliq ma'lumot tipininki qaysiligini bila olamiz. Masalan, printning ichiga type nizib, typening ichiga bir sonni yozay. Printning ichiga type nizib, ama print qilib chiqarimizda buni. Fonksiyaning ichiga fonksiya yozgandek. Maning ichiga 56. Print type qilay, maning ichiga 67 butun 1564 print type qilay, buning ichiga Python print buning ichiga type qilay. Typening qilishimizga maqsad nima? Sonliq ma'lumot tipini tepib chiqish. Endi print qilmasak, bu bizga mayada terminalda ko'rsatib bermaydi. Undan sonra bunu qilsam 13-nji qurq qarasanglar 13, 14, 15, 16, 17. Class qanda ma'ning int deb chiqarib berdi. Ya'ni bütün son. Ana 56 ni o'xshashlam qo'sh tirnoqning ichiga naql belgisining qo'sh tirnoq deyman. Naql belgisining ichiga saqindim deb str degan string, ya'ni söz yak tekst deb tushunsangiz bo'ldi. Ondan keyin mavi kesir parçasan ulug' kesir mavi ulug' kesir emas bu. Mingda ma parçasanni qanda float deb chiqarib berdi. Ondan keyin Python degan söz bo'lib qolsa men str bir tal harfni deb chiqarib berdi str. Söz yoki harfni. Ya'ni type orqali buningki sonliq ma'lumot tipini bilalaymiz degan gap. Bugungi darsimiz mushagicha. Kelar soatlik darsimizda biz davomli sonliq ma'lumot tipiningki qolgan qismini so'zlaymiz.